Otaning ko'zi yumilsa, bolaning ko'zi ochiladi deydi. Ming afsus. Otalar bolalari uni o'sish jarayonida to'xtovsiz bolam mehnat qil. Bolam namuna ko'rsat. Bolam oilang tinch bo'lsin. Bolam befarqsan, bolam dangasdan dod voy qiladi. Otasidan ayrilgan kuni u mas'uliyatsiz qilib ko'zi ochiladi, lekin ko'p holatda otalar buni ko'rmaydi. Ko'zi joyiga tushish uchun otani ko'zi yumilishini kutish kerak emas-da. Ko'raman ko'cha-kuyda bolalar sigaret chekib turibdi. Men to'xtayman, lekin men burchim. To'xtayman. Boraman, o'zimni tanishtiraman. Bolam, nega sigaret chekyapsiz? Ayni nima g'amingiz bor sizda? Toki g'amingizni artish uchun chekayotgan bo'lsangiz, buni oqibatini bilasizmi ertaga? O'pkadan saraton bo'lgan odamni o'lim talvasasidagi azobini tasavvur qila olmaydi-da ular. Hammaga yetgan havo unga yetmaydi. Va bu uzoq davom etadi. Xudo ko'rsatmasin. Sintetik tabletkalar, giyohvand moddalar iste'moli ko'payib boryapti. Nimaga jamoatchilik nazorati yo'q? Nimaga do'stlari uni oldini olmaydi? Yashirib yuradi. Siz borib aytishingiz kerak. Ostagina otasiga bildirish kerak uni. U do'st bo'ladi u haqiqiy. Amaki, bir nima qiling, o'g'lingizni atrofida yaxshi bolalar emas. Bo'ldi, ko'p narsa kerak emas, o'zingiz o'rganib oling. Siz buni nima deysiz? Kajyollik buni deysiz. Erta u bola oilasidan ayrilib, hayoti xarob bo'lgandan keyin siz tomoshabinga o'tib qolasiz o'shanda. Shuning uchun jamoatchilik nazorati bu borada bir-biringizni o'zaro tiyib turishingiz kerak bo'ladi.